Toshkentgami? Ha, Toshkentga. Mashina olganib ketyapmiz. Mana 2 pachka doldirimiz bor. To'xtarchinni. Nega pulni ko'rsatasan? Sizlar qayerga? Jo'ram qamoqdan chiqqanda pul topishga harakat qilib yuribmiz-da biz ham. O'yla. Topinglar shaharda ish ko'p-ku. Nega menga qaraysan, rulga qara, ko'zingga loymay ko'r. O'ldiraman jinni. Tinchlikmi to'g'ri? Xudoga shukr. Nima hidi chiqyapti? Metan gazi hidi chiqdi. Tualetga to'xtat. Tushimda yomon qo'rqdim. Hey, to'xtada. Shu tualetga doldirish kiray. Qalboboni hurmati bor. Dada uyingizga kirib chiqayin bo'lmasa. Jinni bu. Pulni ushlab turib o'zim kirib chiqaman. Qo'y chidayman onasining jin. Alo, ya. Zakiylik Toshkentga. 20 ming dollarmi? Dadam chap kistasiga xavotir olmang. O'ylarding hammaga ay dollaring borligini hamma bildi, o'zi dollar ko'rmagan. Bir sutka otasizlarmi shunda? Ertalab ishimiz bor. Yaxshi yotib olinglar unda. Isming nima sani? Holland. Hovli deydimi? Dada, cho'ntagingizda 2 pachka dollar borligini aytmaymiz shunda? Hozir nima qilding o'zi? Aytmayapsanmi o'zi? Bože, matushka. Nima qilyapti bu odam? Dadam uxlayaptilar. Uxlasa shunaqa uxlaydimi? Uxlaganda ko'zini ochib yotadilar. Ha, bo'pti. Mana u paketni oling. Hamma musorlarni tozalab o'zingizlar bilan olib chiqib ketinglar. Akajon niyat qilib pul yiqqandan bitta Cobalt olaman deb. O'chirtimni qancha kutsam kutaman chiqsa bo'ldi. Akajon, Drivers Village avtosalonida o'chirt kutib o'tirmaysiz. Pulini to'laysiz, boshini olib chiqib ketasiz. Seriozda? Albatta. Ana Onyx bilan Trakkerchi. Ularni ham. Akajon, Toshkentga kelishi shart emas edi. Nimaga? 7 ta viloyatda 7 ta filiallarimiz bor edi. Bayman to'y. Nezasi taksiga pul beribsiz. Mayli, ber pulni. Akajon mana dollarda sanab olasiz, taqi-taq. Bandikchalar taqib qo'shlarni kuydiramiz. Po'chog'i bu. Voylar. Yo'q, nima bu? Voylar. Pul qani qilsin? Bilmayman, musorga tashlamayman, dajon. Yolvoraman. Jannatim. Faryodimsiz, jannatim. Musurkaga yo'q. Faryodim mana, faryodim. Farishtam mana. Aka, bu musorka yopilgan. Nimaga? Bilmayman, musorkachi bola ertalab chiqib ketdi. Xursand, Xudo berdi, Cobalt olaman deb. Musorchikda puli yo'q, qaysi puliga mashina oladi? Enang yerini puliga oladi. Aytdim o'shanda onangga abort qil shuni, abort qil devdim. Kimni? Musurchikni. Menga yerini. Qayerga boramiz? Qayerga boramiz? Pulimiz yo'q. Qayerga boramiz? Ana, kelyapti. Signal chal, signal chal. Rossiyadan kelyapti, yerim. Yaxshilab chal, hamma qo'shnilar eshitsin. Qizlik. Ota uyim, va nihoyat yetib keldim. Assalomu alaykum dadasi, yaxshi keldingizmi? Qandaysiz? Keldim xotin. Kim edi bu? Enam-ku qaynonangiz. Turikmi hali? Nima gaplar bo'lyaptimi? Kim bu turq sovuq? Dadasi, bu o'g'lingiz Alishku. So'rash dadang bilan. Bilay. Yaxshimisiz? Pul olib keldingizmi, dada? Mana olib keldim. Qanaqa tarbiya bergansan bunga, ha? Endi men maksimalniy vaspitaniya berdim. Bu yog'ini o'zingiz berasiz. Nimani urib tashlab kelgan? Otangni hozir. Hozir ishtoniga bo'lmasa qo'yadi mana shuning. Mana shu bolka chingalchikuyni katta qilaman deb Rossiyada sovuqda ishlab yurdim men. Mana shu. Yaxshimisiz keling? Kim bu? Mol salom berishni ham bilmaydi. Qizingiz Lubaku? Ho'kizdek bo'lib ketibdimi? Ne ishlaydi o'zi bular? Ya tavba qildim, bolasining sonini bilmaydi bilay. Sen kimsan? Tochkani xo'jayinimi? Sen kimsan? Sen kimsan? Bir uy sog'indim. Kim bu? Uyimizda begona xurras paydo bo'lib qoptimi? Kim bu? Kim bu bola? Sochi qora. Kim bu pituq? Kimsan?
Dadasi, bu o'g'lingiz qani? Buni ham tuqqanding, ha? Bu dadang O'sha kuni uxlaylik dedim senga, ha? Qani dadasi, Rossiyadan bolangizga nima olib keldingiz? Ya ochma. Jim tiring endi, qani vaqa. Ya, lala ko'takliklarimi? Buni kimga olib keldingiz endi? Shu bolalaringga olib keldim-da. Ha, ho'kizdek katta bo'lib ketishini qaydan bilay, kichkinachaydi-ku. Bu lalakuni yangi qadoqdagisi. Buni paxtasi borki, Amerikadan olib kelinadi. Materialni ham yumshoq qilib chiqargan, botmaydi, namlikni ham o'tkazmaydi. Buni Rossiyada turib ham olsa bo'ladi, Valbriston. Voy, o'lib. Sen kimsan? Amaki chektira olmaysizmi? Ho, rossiyskimi? Bas qilib o'tiribsiz. Ey uka. Shuncha yil bola chaqam deb Rossiyada ishlanmani. Bolalarim tarbiyasi bilan shug'ullanmanman. Ha, nicho. Mana meni ham dadam bu Rossiyadan kelgan. Hali ko'rganim yo'q. Daday kim? Dilmurod, Dima deydi hamma. Dadayman. Sigaret chekyapsanmi? Qayerda xato qildim bolam? Shu ko'pga ketib xato qildingiz-da, dada. Yarim Moskvalarga ketdi. Men qo'rqinchli bo'z bo'ri, butun o'rmonning eng zo'ri. Palvonam o'zimizdan mana shu qo'shni qishloqqa turadi. Boshidan sal issiq o'tganini hisobga olmaganda o'zi zo'r urishadi. Faqat kechqurun yaxshi uxlaydi-yu. Kunduzi ana shunaqachini tirnoqqa qilib nima qiladi-da, ish qilib yaxshi. O'zi yotib o'zi turadigan palvonlardan ish qilib. Bayavoy. Nima deyapti? Mana bu nima deyapti? Ko'pchilik aytadi, ukol urgansan deydi-da. Yo'q. Tirnovkani avj bilan qilish kerak. To'liqqa animatsiya, yigitni zo'ri, Arnold Schwarzenegger hayrabdi. Nima deyapti? Qo'lni tagi nima deyapti, ha? Bomba anakonda. Baqish, shoshma. Tashakkur. Salom alik. Salom ber. Salomlash. Rahmat, malades, qoyilman. Malas bos. Ur onangni girdik. Yo'q qil raqibni. Yo'q, raqib yo'q. Tamam, всё. Raqibning umriga zomin. Tamam, молодец, bilat. Baqish. Davay. Tartas ikki yonga, ikki shoshma. O, bilat. Qara, shoshma, baqish. Yigitimni dummasiga ukol qilgan qizni bu dunyoda udalik, u dunyoda saqlanib qilaman. Yerdaman! Dummasiga tegmaydi. Razbor. Qaysi biring sakrading, ha? Bularniki alohida chiqibdi, qara. Tomirni ham zo'r chiqaribdi. Kapelnisiga bittada tushadi. Yo, kasalmikan, ha? Malika Selma. Bo'lishi mumkin. Davay, Razbor! Ye. Bular. Qayerda xato qildik, Temirtash? Endi bular to'liqqa bayas, professional zalda shug'ullanadigan bolalar-da. Gulistonda zal bormikan? Конечно, Saxovat 4-etajda S-Fit Pro bomba zali ochilgan. Sharoitlari ham chotga. Qizlarniki ham bormi? Albatta, женский отделli, мужской отделli, bomba anakonda. Trenerlari nima deyapti? Trenerlari. Nimasidan qo'rqasan bularni? Yorib tashlayman hozir bilan. Bo'ldi, yig'lamang. Bo'ldi, tamom, yig'lamang deyapman. Men hech kimga bir şey qilganim yo'q edi-ku. Yig'lamang, tamom. Bo'ldi, yig'lamang.